Assalamu alaikum. Barlık dünyadaki Müslüman kardeşler, bugünkü günlükte mübarek Ramazan'a mübarek olsun. 30 gün Ramazan hayırlık olsun. Şunun bilen birge şu Ramazan'da vatanның içinde turmudu yetip atkan, turmunun teşhidi ki üstü uçuk turmuda turup atkan, zulmet tatip küreşip atkan barlık kardeşlerimizin Ramazanlarını mübarekleş bilen birge ulağa bütün dünyadaki sizler üçün erkinlik üçün, sizlerinin erkinliğinler üçün, özünün erkinliği üçün, vatanның erkinliği üçün küreşip atkan qarindaşlar namıdın ve özemnin ailem namıdın çin kalbimden salam yollayma ve ali ihtiram bildirme. Bugün bizge bir ay oldu. Hem 2 yıl oldu. 7. ayının 5'i Ürümçi vakasida 10 minglığan qarindaşlarımız qanlıq qırğınçılıqqa duş kelgili. Hem 97. yılı ilide qırılğan qarindaşlarımız mı hazır 10 yıllardan eşip ketdi. Onun mu matem qaygısı tehi bizden közümüzden ketmegen idi. Bizden qarindaşlarımız 62 yıllardan beri bizni besip alğan Xitayның zulümünün üstüdün davamlıq özünün haqqani kuruşunu qıp geldi. Xitay qancha bastırış, qancha öldürüş, qancha qo'rqitish, östürüş, mukofot berish, bir qismlarini aldab, özünün küçüklerini avam xalq inqilobchilarimizga selish, şunun o'xshash heli mikirleri bilen mu bizning xalqimizning adaletki bo'lgan tuyg'usini yo'qotib o'tolmadi va o'zining milliy kimligiga va erkinligiga, imoniga bo'lgan e'tiqodini yo'qotib o'tolmadi. 99% xalqimiz o'zining erkinligi uchun bir daqiqa to'xtamay kurash qilib keldi. Mana bugun, tunugün, birnökün, uning oldidagi kun Xotanda partlagan bo'lsa, kurash oqidan Qashqarda. Onun akıdın Aksu'da. Onun akıdın ula məxbi ilan qılmağan bilen Turpan ve Qumul'da, G'oljada ve Ürümçi'de. Şarkı Türkistan'ın hem yerinde inqilabçılarımız, azatlık üçün kuraş kıldığan kuraşçılarımız toxtumay özünün azatlık kuruşunu qılıbatıdı. Lekin biz chet eldekilermi qarindaşlarımız üçün bo'lgan kurashni qarindoshlarimiz uchun, qarindoshlarimizni ozod qilish, vatanimizni ozod qilish, Uyg'ur xalqining Sharq Turkistondagi har millat xalqining ozodlik uchun ep bo'lgan kurashlarimizni bir qitim to'xtatganimiz yo'q. Sharq Turkistonda yashayotgan har millat xalqimi Uyg'ur xalqi tinchlikka erishaligandila, ular tinchlikka erishalaydi va o'zi o'ylagan baxtga erishalaydi. U zaminda bizning ziminimiz Sharqi Turkistonda Uyg'ur xalqining tarixdan beri yashab kelayotgan o ziminida birga yashab kelayotgan qarindoshlarimiz Uyg'ur xalqining tinchlikka erishishini har vaqt, har minut orzu qildi. Lekin Xitoy kommunistlari 62 yildan beri Uyg'ur xalqiga bir kunmi tinchlik bermedi. Xitoy kommunistlari bizni besivag'a vaqtida nihoyat chiroyli bir sapsatilarni bizning xalqimizga bergan edi. U bo'lsa-mu ozodlik armiya, Uyg'ur ozodlik kuni. Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonining ozodlik kuni. Biz sizlarni dushmanlarning tapinidan ozod qildik. Manjuning tapinidan ozod qildik. Gomindanlarning tapinidan ozod qildik. Millitarist qirg'inchilarning tapinidan ozod qildik degan edi. Ras tarixdan beri Uyg'urlarni Manjular besib oldi, qirdi. Gomindanlar Rossiya bilan birlashib, ular qirdi, Stalin kommunistlar bilan birlashib. Shinsisay millitarist kelib Stalinning buyrug'i bilan bizning boy otalarimiz, ziyolilarimiz va otaqliq arboblarimizni necha 10 minglab qirib tashladi. Lekin Xitoy kommunistlari besib kirgan vaqtida ani biz shularning qirg'inchiligiga zarba berdik, Uyg'ur xalqini qutqazdik, Uyg'ur xalqiga yordam qilgili keldik. Sharq Turkistonda yashayotgan atalmış Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonida yashayotgan har millat xalqiga biz azadlık baxt ekilimiz degan edi. O'zinglar bilasizlar, biz
84% bulup 16%'nin 2%i Xitay köşmenleri, kalan 14% bizning qarindosh millatlarimiz bilan ko'chman millatlar 100%leştirgan o'zi e'lon qilgan edi Xitoy. Lekin bugungi kunlikda Xitoy hukumatı bizni ozod qildimi? Bizni baxtli qildimi? Xinjiang Uyg'ur avtonom rayon degan qonunni berdi. Xinjiang Uyg'ur avtonom rayon bo'ldi, o'zinglarning taqdirini o'zinglar hal qilsizlar. 86% Uyg'urlar ham oz sonli millatlar eng yaxshi o'rinlarda ishlaydi. İş o'rnini shular egallaydi. Xitoy ko'chmanlari faqat sizlarga texnikda va hokazoda yordam qilg'ili chiqadi. Biz sizlarni faqat baxtli bo'lishinglar uchun, baxtli qilish uchun yordam qilamiz dedi. Bizning oqko'ngil Turkiy xalqi, Uyg'ur xalqi, Qozoq xalqi, Qirg'iz xalqi, O'zbek xalqi, Tatar xalqi bu sapsatlarga ishondi. Hamma xalq ishongani yo'q. Bir 5% odamlar ishondi. U 5% odamlar shu Xitoyninki gapiga ishonganligi uchun echiqning beshiga, amallarga va nihoyat imtiyozli o'rinlarga erishdi. Lekin Xitoy hukumatining oldida ularmi his qildiki, o'zining aldanganligini. Ular o'zining aldanganligini his qilgan kundan tortib, Xitoy hukumati xalqni, avom xalqni savodsizlarni kushkurtish orqali ularni o'ltirib tugatdi. Uyqusini oshqanda ular ulgurolmay qoldi. Endi bir qism oshqanlar turmuga tushib ketdi. Biz yolg'iz Uyg'ur xalqini emas, bizning qarindosh millatlarimizni, Uyg'ur, Tatar, O'zbek, Qozoq, Qirg'izlarni mushu tarimning turmunlariga opirib, qon eqitib turib, optoplarda ochliqdan o'ldirib etdi. Bu ofat yolg'iz bizning beshimizga kelmadi, Sharqiy Turkistonda yashagan barliq turkiy millatlarning beshiga keldi. Mingligan, 10 mingligan odamlar gunohsiz o'ldirildi, muddatsiz qamoq jazosi hukm qilindi. Lekin eng oxirida zarba berish obyektivi kim bo'ldi deganda Uyg'ur xalqi bo'ldi. Nima uchun Uyg'ur xalqi zarba berish obyektiviga bo'lib qoldi deganda, birinchi ko'p sonliqni egallaganligi uchun, ikkinchi bu zamin uning zamini. Uning qarindoshlari bilan uning zamini. Shuning uchun Xitoy hukumati Uyg'ur xalqini yo'qotishni obyektiv o'tirg'i qo'yib, qolganlarni o'zining do'st bo'lish obyektivi qilib ko'tirib, yolg'ondan heli mikrlari bilan ularni birlik sap obyektivlari deb akilib, ularni yeniga tortib, Xitoylarni bizga qarshi qo'yib, bizni ashning bilan yo'qotdi. Biz necha 10 yillardan beri o'zimizning milliy kimligimiz uchun, dinimiz uchun va ziminimiz uchun va axloqimiz uchun, aqidimiz uchun va tilimiz uchun, imonimiz uchun kurash qildik. Endi hozir bugun kunda qayerga keldik bilamsizlar? Uningga ulgurolmay qoldik. Uningdan o'tib ketdik. Hozir faqat jinimiz uchun kurash qildigan bir soatga yetib keldik. Wang Luchan e'lon qildi, angladinglar? Bu Uyg'urlar bilan bizning o'tirimizdagi munosabat hayot mamat ko'rishi dedi. Hayot mamat ko'rishi degan, sen yo'qilsan, men qolaman, men yo'qilaman, sen qolasan degan gap. Bizni mutlaq yo'qotish obyektivi yoki o'zi yo'qilish obyektivi ikkisini o'tirib qo'ydi. Shuni qo'ygan kundan e'tiboran Uyg'ur xalqi o'ltirish obyektiviga aylandi. Yuqorida aytgandek, Xitoyning sistemalik osmolasiya qilib tugutishi yo uningga, yo buningga qarshi, yo iqtisodiy jihatdan taraqqiylanmaganligimiz, barobarlikka erishamaganligimiz, huquqimizga erishamaganligimiz, bu haqdagi kurash hammasi oqida qilib, kishilik huquq kurashlari, odamiylik kurashlari, axloqiy kurashlarimiz oqida qilib, biz hozir mutlaqa jinimizni qutbuldirish kurashiga o'tdik. Nimishqa uningga o'tdik? Xitoy hukumati o'zining kurash nishonini, o'zining strategik siyosat nishonini Uyg'urlarni o'ltirib tugutishga qaratdi. Oldirmay osmolasiya qilish, unda iqtisodiy jihatdan vayron qilish, Uyg'urlarni sistemalik yo'qotishni tezlatishga va xalqaroning mushuninga gap qilmay sukutda turishiga o'zining butun iqtisodini xalqaroga chashdi. Xitoy hukumati xalqaroning iqtisodiy jihatdan o'zining iqtisodiy jihatdan krizisga duch kelgan paytidan foydalanib,
özünün xalqaradan tapqan, Uyg'urlarning qenidan tapqan, neftidan tapqan, oltunidan, birallardan, göherlerden tapqan, paxta ve ziminlerden tapqan, gazlardan tapqan, milyard pulni xalqaraga xashlab, Uyg'urlarni qirsa gap qilmay turadigan holatga keldi. Şunun için Xitay hükümeti dal mushu xalqaraning özünün iqtisodiga bağlab olgan paytdan foydalanib, Uyg'urlarni endi undaq sistemali kutib o'ldirish emas, qarshi chiqqanni qirib tugutish, qarshi chiqmaganni Xitoyga aylantirish degan siyosatni ilgari surdi. Mening xalqim hech qachon uningga bo'ysunmaydi. Azaldan bo'ysunmay kelgan. Şunda qattiq assimilyatsiyada, şunda qattiq besimlarda, şunda qattiq qirg'inchilikda, ochliqdan o'lishda, iqtisodda namoratlashishda, zo'ravonlikda Uyg'ur xalqi 62 yildan beri Uyg'urdan boshqa har qanday millat yo'qolib ketadi. Uyg'ur o'zini Uyg'ur petim tutib turibdi. Mening xalqim hargiz assimilyatsiya bo'lmaydi, hargiz bosh egmaydi. U 10% yoki 5% yoki 1% bosh ekkenler, o bizim milletimiz emas, o Uyghur tilida so'zlaydigan Xitoylar. Bizning aramızdaki Uyghur tilida so'zlaydigan Xitoylarni men Uyghur deb Nurbekirdek, yani birsidek, mayli chet elda bo'lsin, mayli vatanning ichida bo'lsin, chet elda turib Uyg'urlarni qo'yib bermay, vatanning ichiga yurib Xitoy anchantini qo'yib bermay degan jasuslar bo'lsin, hammasi o Uyghur tilli Xitoylar deb qaraladi. Uyg'ur tilli Xitoy kommunistlari odatdagi Xitoylarni bizga bunday hujum qilmaydi. Demokratiyani so'ydigan, o'zini inson deb qaraydigan Xitoylar bizning o'zimizning zimini ekanligimizni Sharq Turkistonning e'tirof qiladi va Uyg'ur xalqiga silinayotgan zulmni u xalq unda qilmaslik kerak ekanligini e'tirof qiladi. U e'tirof qilganlar Xitoy kommunistlari, Xitoyning Uyg'ur tilli kommunist Xitoylari hargiz yo'l qo'ymaydi. Lekin ularning yo'l qo'ymag'ini Uyg'ur xalqi kutib, labbay deb hargiz o'tlamaydi. O'tlamag'anligining o'zinimi 3 viloyat inqilobi. O'tlamag'anliginimi Milliy inqilob, Xalq partiyasi, Borim vaqasi, Mejlisning Madaniyat inqilobidagi Mejlisning vaqasi, Qizil batalyon vaqasi, Madaniyat inqilobida Urumchidagi Xitoy xunsallandigan. Uningdan keyingi yoshlarning inqiloblari. Aqsu inqilobi, Aqsuda qo'zg'algan 80-yilda qo'zg'algan inqiloblar. Uningdan keyin Il vaqasi, uningdan keyin 7-oyning 5 vaqasi, Urumchi vaqasi. Uningdan keyin Xota vaqasi, Qashqa vaqasi va Aqsu vaqasi. Hatta şaya kuchaladimi bizga Xitoy bizdan yoshirib, dunyoda yoshirgan bilan bo'layotgan inqiloblarning hammini bilib turibmiz. Har kunlikni har kun anglab turibmiz. Uyg'ur xalqi hech qachon bosh egadigan, tez pikadigan, kutib o'ladigan xalq emas. U o'zining erkinligi uchun kurash qilib, o'zining jonini berib o'lib o'tadi. Bizning xalqimiz 70 minglab odam turmada. Biz Xitoyning hukumatning veb-saytidan oldik. 70 minglab adamlarımızın içinde harbiy turmusiga akirib, o'pka uchaylarini setib yoshlarimiz samanda g'oyib bo'lib ketayotganlar, ana harbiy turmusda operatsiya qilib uchay vag'rini dunyoga setib atadi. Uyg'urning kichikini yardar bo'lib kelsa, harbiy turmusiga ketganlar qaytib kelmayapti. Uyg'ur xalqi biz kutib o'tsasak, bizning uchay vag'irimizni sotadi. Biz kutib o'tsasak, bizning qizlarimizni sotadi. Biz kutib o'tsasak, narisiydi ballarımızı satıdı. Siz oylap bakыңlar, 87-yılının oldida Uyg'urlardan yanchiqchi bormidi. Bala yanchiqchi deb anglab baqqanmidinglar. Uyg'urlarni balasini satıdığanga o'rgatdi. 20 minglab, 30 minglab kichik farzandlarimiz Xitoy o'lkalarida yanchiqchi degan nomni oldi. Yanchiqchilik silyapti. Kim silyapti? Xitoyning siyosiy, maxfiy strategiyalik plani Uyg'urlarni butun dunyoga yanchiqchi, o'g'ir, zaharlik chekimlikchi ko'kitish uchun bularni bir turkum zaharlik chekimliklar adamini opirib, Uyg'urlarga namurat Uyg'urlarni opirib zaharlik chekimlik setishni o'rgatkizib bo'lib uni o'zi urib o'ldirdi. Nimishki shunday qilyapti? Xitoy hukumatining siyosatida Uyg'urlarni, dehqonlarni namuratlashtirib, yeridan orib, suyini bingtanga opirib berib, yerlerini bingtanga, mol minbat yerlerini bingtanga bo'lib berib, Uyg'ur xalqining yeydigini, ishchidigini qammagandikin, oshundaq eng pastkash ishlarni qiladiganға zaharlik chekimlikka o'gitib, zaharlik chekimlik sotadigan qilyapti. Sizlar
Uyg'urlar azaldan zaharlik chekimlik satattыңlarmı? Bilmeytіңlar. 90-cı yılgıcı bir tek bilmeytіңlar. 90-cı yılda mən hökumətə deklart yazған. Bu нәрсе Şərq Türkistan kiriş bulmaydı Şinjan Uyghur Abdunum rayonuna. Büsüp kırvatada aldığını erin desem aldığını olmağa. Demek sizlerin perzentіңlerini yançık kıldı. Özəңlərini zəhərlik çekimlik kıldı. Endi kapqagan padırlarının xotullarını qoskunu dombaytıp meşhur oynaydıgan kıldı. Hatta ballarını mı əxlaqi cəhətini yeteklemeydigan kıldı. Nim bop geçiş bilen çatığı yok kıldı. Kızlarınlarını ço jalaplıqı setip atıdı. Onundan qalğan kızlarınlarını ço özlüğünün alda Xitay boladigan ögütüp atıdı. Onundan qalğan kızlarınlarını türkümlep Xitay zavutlarda azan kul qılıp atıdı. Çıraylıqlarını ap çıkıp qavaqallarga setip atıdı. Hatta Şanganglarga Yaponiyaga setilgan kızlarımız var. Uyg'urlar bir parça nam bilen zag'ir yegan vaqtinglardimi sizlar qizinglarni sirtqa chiqarmagan. Hozir hajat qizinglarni ishkirga apirib pul tepirimiz desa beradigan bo'lib qapsiz. Qani sizlarning vijdoninglar, sizlarning yurginglarni mushuk yeb ketdimi? Ha? Osh qalsak mush yerda birlik qolamiz desanglar bo'lmamdi. Ma yerimizda burunmi jininglarni beqib atatdinglar-ku. Burunmi qo'sug'inglarni baqatdinglar-ku. Osh yerda bir zag'irma yesanglarmi qizinglar qishinglarda Uyg'ur axloqi bilan, Uyg'ur an'anasi bilan Uyg'ur bo'lib cho'ng'osi bo'lmamdi. Mana mushlarning hammasini biz yo'qotdik. Xitoy hukumati mushundaq yo'qotish bilan bizni yo'qotdi. Lekin mushningimi qanoat qilmay, mushningimi nafs to'ymay, bugun endi chanab o'ltiradigan, etib o'ltiradigan, turmada qiynab o'ltiradigan, 3 oy vaqtida satadigan darajaga ochiqdi. Lekin Uyg'ur xalqining qahramon o'g'il qizlari yana to'xtab qolgani yo'q. Shuning uchun hozir Qashqarda aşı pichoq ko'tarib chiqqan ballariinglar, aşı kaltak ko'tarib chiqqan ballariinglar o'zining o'lishini uqmamdi. U Alloh qachon uqdi. Aşı 12 balani tutib chiqirib, 2 balani etib o'ltirdi sotqinmay. Qaranglar, ular kaltak bilan tankining oldiga bordi. Pichoq bilan avtomatning oldiga bordi. Kutib o'ltirib o'lgicha etib o'ltirib sen bilan elishib, xalqimning ozotligi uchun o'lay. Mush xalqimning milliy kimligi, mush xalqimning vatani, mush xalqimning erkinligi, mush xalqimning baxtli o'tish uchun o'lay deb berib, o'ldi sizlar uchun. Sizlar o'zinglarning qarindoshlari ashunda o'lavatsa, bugun oningga keldi meni tutmaydi degan bo'lsanglar, ata sizlarga keladi. Xitoy kommunistlarining siyosati hammanglarning onasining, hammanglarning dadasining, hammanglarning beshiga keladi. Shuning uchun biz Avu ülep ketdi. Vay, aşı yaman qildi. Aşı atmısı olatdi. Aş tutmısı olatdi. Qağallarımız biz meyada suxançılıkni boşarak qılınma. Meyada balanglarni qırıb atsa, ayadi sənigi çıkıp, balanglarni avtomat bilan o'ltagan, tünügün qarindishinglarning ustida qini da tamasha ko'rgan adamni bag'ringlarga quchoqlab, uni mangu men o'qitaman, uning ballarini men o'qitaman deganlar bor. Süpürüp taşlanlar cemiyetin undaqlarını. Uyg'urlar qechinglar, vaba kesildim qaçqanda qechinglar buladın. Qeni sizlardagi g'urur. Xalq hech ish qilib beramisanlar o'lib atqanlar uchun, hech ish qilib beramisanlar turmida yatqanlar uchun, munofiqlardan qechinglar, jasuslardan qechinglar, satqullardan qechinglar. 3 vaqt tamığı uchun, bir shuhrat uchun sizlarni satadiganlardan qechinglar. Saniga chiqib bir qitim usul o'ynash uchun sizlarni satadiganlardan qechinglar. Xitoy askarlari kechichi Uyg'ur yoshlarini 7 ayning 5 qilsa, at chiqib polo yetib bizning qahramonlarimiz deb kutib olganlardan qechinglar. Ularga usul o'ynab berganlardan qechinglar. Ular o'zining shuhratini ko'tarish, Beijingga yig'inga berish uchun sizlarni ashundaq sassa, yana sizlar ashlarning ashini, ashlarning polarini, ashlarning dasqinda o'milimanglar Uyg'urlar. Uyg'urlar, aşınından qutulgan vaqtinglarda sizlar o'zinglarni zulmdan qutuldirar alaysizlar. Sizlarda bir nafrat, bir muhabbatda bir keskinlik olsun Uyg'urlar. Xitoylarning bir gapi bor Uyg'urlar, "Rebuchi dodichi" deydi. Sizlar o'zinglar "Rebuchi, men sana teganmayman." Xitoyning siyosati bor. Lekin men sendan qochalayman degan gap. Qechqi qo'linglardan kelar Uyg'urlar. Shularni yetim qoldiringlar. Vatanimizning ichidagi qahramonlarimiz, botirlarimiz
10 minglab turmada yetiyotidu. Endi yana qalgan batırlarımız aşı yatqanlarga chidamay, maxfiy etilgan o'ltirganlarga chidamay chiqib, Xotanda o'ldi, Qashqarda o'ldi. Men ularni terrorist, bulangchilar, qural ko'targanlar, pichoq ko'taribdi deb atqanlarni anladim. Unda demanglar. Ular terrorist emas. Ular azadlık jangchilari. Ular pichoq ko'targisiga, ular kaltak ko'targan bo'lsa, sizlar uchun ko'tardi. Ular o'lgan bo'lsa, yosh yupurmaq bedenini, yosh yupurmaq go'zal vaqtini, o'zining shundoq yashaydigan davrini sizlar uchun qurbon qilib berdi. Ularni shundoq qilishga Xitoyning siyosati majbur qildi. Ularning ashnaq bo'lishiga sizning tatiyotgan azob oqibatlaringlar majbur qildi. Sizning ko'zinglardan oqqan yosh, sizlarning tinsiz uninglarni chiqarmay, xunuk ko'zlaringlar bilan bir-biringlarga tikilib qarab, yuraginglardagi hasratlaringni aytolmay, mushunda qarab, qandaqdir bir nimadan umid kutgan ko'zlaringlar ashlarni o'lishga majbur qildi. Sizlarning ko'zlaringlarda talab qilgan talabga ashlar jini bilan javob berdi. Qeni bilan javob berdi. Turmadikilar bir umrlik hayoti bilan javob berdi. Uyg'urlar uyqunglarni ochadigan vaqt keldi. Buningdan necha 10 yillar burun, 100 yillar burun Abduxoliq Uyg'ur yezib ekan. Shu vaqtda uyqunglarni ichinglar deb. Yanılaman deyman, uyqunglarni ichinglar Uyg'urlar. Bir-birimizga muhabbatimizni berayli. Ondaq bir-birimizni yo'qotmayli, bir-birimizni tashlamayli. Aşı o'lganlar uchun bo'lsinmi ittifoqlashayli. Aşı o'lganlar uchun bo'lsinmi biz ashining oqida mangayli. Biz xalqni qutqizayli. Biz o'zimizni qutqizayli. Xitoy hukumatiga sizni o'ltiraman deb chiqdi. Siz Xitoy hukumatidan o'zingizni ozod qildigan davr pishib yetdi. Siz o'zingizni ozod qiling. Butun dunyodagi barliq ketkichi ketgan Uyg'urlar oldi bilan murojaat qilaman. Birlik kelinglar. Bütün chat elde sizler erkinliğinizler var, hiç nimeden korkmanglar, bir vaqt tamıqınlarını bolsun Uyg'urning kürüş üçün acırtıp koyunlar. Muxbirlarni tapqa yerde təşkilatqa uyuşunlar, dünya urqultinin etrafına uyuşunlar, muxbirlarga tapqa yerde Uyg'urlarning özü üçün kürəş qılatqanlığını etinlar, özənglar üçün kürəş qılınlar. Qandaq yol bilen bolsun, özənglarning kürüşünü özənglar əməlge aşırınlar. Mən aldı bilen Şərq Türkistan içidiki biz üçün can berib atqan qarindaşlarımğa chin ko'nglimdan rahmat aytman. Ular üçün ta'ziya bildirman. Men oldi bilan ularning ota-onasi va urug' tuqqanlari avlodining hol so'rayman. Ulardan yaratgan Allohdan ularga sabr tilayman. Ularning ashunda qahramon farzandlaridan faxrlanishini va shuning bilan birga butun Uyg'ur xalq bilan birlikda men faxrlanaman. Ular bizning qalbimizda hayot. Biz ular baskan izni besmamiz. Biz çokum bar imkanımız bilen özümüzden azatlık için kuraş kılımız. Biz kuraş kılıdikenmiz, ittifaqlaşırkenmiz, azat kılımız. Uygur özünün kenini töküşünü, cenini berişini ügünüptü. Demek biz azat kılıdikenmiz. Biz azat kılımız. Xitay bizni kural bilen, atom bilen, yanın birinin bilen to'xtatib qalamaydı. Bizni tügütenmeydi. Bunun misali Yahudilarga qaranglar. Bunun misali Sudan'a qaranglar. Bunun misali Kosovo'ga qaranglar. Kurash qilgan bir millat azat bo'lmay qolmaydi. Kurash qilmagan bir millat sharmandilik bilan dunyodan yo'qolib ketadi. Biz bizning yüzimizni ash qahramonlarimiz oqatyapti. Biz hergiz hech bir Uyg'urning eng munofiq deganlardimi meningcha 1%, 5% vatanparvarlik bor. Ularning qaytib kelishini umid qilamiz. Ularning o'zining vatan uchun kurash qilayotgan qahramonlarning atrofiga uyushishni umid qilamiz. Agar ulardan har qanday xatoliklar o'tgan bo'lsa-mu, kechirishini va ularni tuzitib yetaklashini va ularni yetaklashi, agishni umid qilamiz. Yetaklash bir tarafdan kelmaydi. Xalq rahbarlarni yetaklaydi. Rahbarlar xalqni yetaklaydi. Shunda bo'lganda bir millatning taqdiri hal bo'ladi. Qarindoshlar, yana bir qitim vatanning ichida jon bergan, qon bergan, yetib-atgan, turmida yetib-atgan, yo'qolib ketgan qarindoshlarimiz uchun ta'ziya bildiramiz va ular uchun qayg'uramiz va ularning qahramonligidan faxrlanamiz va ularning ota-onasiga, oilasiga Allohdan sabr tilaymiz va ulardan biz ularga
chunqur oliy ehtirom bildiramiz, chunqur ta'zim qilamiz va ularning turmushlarini va hayotlarini bor imkonimiz bilan qo'g'daymiz va yordam qilamiz. Butun dunyodagi qarindoshlar, vatan ichi teshidagi tutilgan, etilgan, turmida yotganlarning oilasini o'zinglardan yuqori bilinglar. Ularga bir nayisanglar, birini ularga tashlab beringlar. Ularni osh qo'ymanglar, ularni o'qishsiz qo'ymanglar. Ölüp ketkenlerinin ailesinin iyisi halk. Biz aldı bilen yaratkan Allah andan kalsın. Biz muşundaq bir-birimizge igi çıkkanda biz azatlıkka erişeleyimiz. Rahmet. Yansın her yerde